أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hörmətli qarindaşlar, biz bugün dersimiz Sura Al-İmran'ın 21. ayetiga keldik. İlgirki ayetlerde Allah Subhanahu ve Taala meyli Müslümanlarga qarşı turayotgan munoziraga tushgan ahli kitob bo'lsin yoki mushriklar bo'lsin, bularning o'rtaq bir nuqtasi borligini, u bo'lsinmi Allohni e'tirof qilganligini, osmon zaminni kim yaratdi desa, bularning bergan javobini dalil emasmi? Unda bo'lgandan bu o'rtaq nuqtadan keyin payg'ambar alayhisolamga shunda bir tavsiyani berdi, shunda buyruqni qildiki, unda bo'lsa bizning o'rtaqligimiz shu: osmon zaminning egasi bo'lgan Allohga özümüzni tapşırış. Anda olsa kilemizlikini aslamtum emde Müslüman bulamızlar, bundan başka yolanglar yok degan bir şekilde mezmunlarını sözlegendi. Bugünkü dersimizde del şunungu muamde. Yani mesela ortak noktamız oldu. Başka mesela ben şahsi üzerinden başka çağırmadım. Peygamber İslam'a hitap kıvatın Allah'tan ki. Fakat üzerinde Allah'a atadım. Çakırvatqınım sizler ve benim oturamdaki ortak nokta degenden kim o? Muşlağa qayıl olmagan. Allah'ın barlıq birligini inkar qilgan, bunun paketlerini inkar qilgan. Andakin özünün dalaletli işkenlikini ortaga açıqqan kişilerni Peygamber başlap, ondan keyingi bütün davetçilerini ötegen kişilerge qarata agahlandırış birip 21. ayette davat edu. Estaizu billah. İnnellezine yekfuruna bi ayatillahi ve yaqtuluna nebiyyina bi gayri haqq ve yaqtuluna allezine ya'muruna bil qist minen nas febashshirhum bi azabin alim. Yani ayetning mazmuniga kelishdan ilgari avval qisqacha bir tarjima qilib o'tay. Allohning dalil paketlarini inkor qilgan kishilar. İlgirki mazmunlardan keyingi mazmun, yani ilgirki mazmunda ortak noktani o'tirg'a qo'ydi, ortak noktaga chaqadi, endi mushulni inkor qilganlar. Bu bir. İkincisi, ve yaqtuluna nebiyyina bi gayri haqqin. Peygamberlarni haqsizlarcha o'ldirganlarga. Bu ikinci türlük. Üçüncü türlüki. Ve yaqtuluna allazina ya'muruna bil qist minan nas. Kişiler içindeki haqiqatga, adaletga chaqiradigan, bunun buyurduğun kişilerini öldürgen kişilerge sen qattiq azab bilen hoş bir işaret bergin. Ulanın kütüp oladığını, ulanın xiyalida bir yaxşılık erişimiz dep kütüp oldağını qattiq azab buludu degen mazmunda keldi ayet. Biz gündelik adetimiz boyunca ayetinin her böleklerini ayrım şekilde tahlil qilib o'timiz qarindoshlar. Ayetning 5'deki Allah'ın ayetleri, Allah'ın delil paketleriga kafir olganlar, inkar qilganlar degan bu nokta nima desa, mutlaq Allah'ın barliq birligi ishorat qiladigan, ko'rsatadigan har qanday delil paketni inkar qilganlar. Chunki ilgirki oyatlar bu oyatni solishtirgan vaqtimizda tanılmaydigan bir yer kelib qoldi. Meyli mushrik, meyli ahli kitob kim bo'lsin, bir noktada ortak. O olsun mu asman zeminini kim yarattı? Bu zeminin egisi kim? Cevabı Allah. Bu noktada ortak. Çünkü etrafta nurgun biz inkar kılanmaydıgan delil paketler var. Allah'ın barlıq birligini bizge görüsüp durdu. Hem de muşu paketlerini inkar kılanlar. İnnellezine yekfuruna bi ayatillah. Bu noktanın özüge aldı. Hem de Kur'an'a nazar taşlığa vaktimizde manda bir noktanı bayqayımız qarindoshlar. Allah'a inkar qilganlar degan ifodeden Allah'ның delil paketleriga inkar qilganlar deydigan ma ifoda ko'proq qo'llandi Qur'onda. Allah'ni inkar qilganlar demay, Allah'ның delil paketlerini inkar qilganlar deydigan ma nokta ko'p. Ma ayetdimi Allah'ni inkar qilganlar demay, Allah'ның delil paketlerini inkar qilganlar nimishqa? Chunki iymonning talebi nima qarindoshlar? Allah'a iman etiş için aldı bilen Allah'a dalalat kıladigan, Allah'ını körüstüp duradigan delil paketlarga işiniş aldı bilen. Etrafımızdaki dünyada toşap ketiglik ondan paketlar var. Allah bizge nispeten gayb qarindoshlar. Biz Allah'ını göremeyimiz. Allah'ını anlayamayız.
Ama Allah'a dalalet qiladigan faktlar aşkara. Çünkü Allah'a iman etishning birinchi qadamini çoqum faktga iman etish, delillarga iman etish, delillarga ishonishdan basimiz. Birinchi qadam bu yerdan boshlanadi. Şuna mayatın ütenmegenler işkiniz ütenmeydi. Yani Allah'a dalalet qiladigan delil, faktlarga ishonib, muşunu itiraf qilib ütenmegenler Allah'a iman keltirish degan yerga baranmaydi. Yani bu birinchi nokta. Birinchi qadam bo'lg'achqa, Qur'oni Karimda inkor qilganlarni ifodalagan vaqtda Allohni inkor qilganlar demasdan Allah'ning delil faktlarini inkor qilganlar degan bu noktadan boshlaydi. Bu bir nokta. Ondan keyin yana bir mulohiza qiladigan nuqtamiz va yaqtuluna nabiyina bighayri haqq. Bu yerda Qur'onda qarasak asosan o'ltirish, yani o'ltirdi degan ifodalardan keyin nabiyin, payg'ambar ifodasi qo'llanildi. Rasul ifodasi qo'llanmaydi. Yani Rasul elchilarni o'ltirdi degan ifoda yo'q Qur'onda. Payg'ambarlarni o'ltirdi degan ifoda bor. Muşu babda peygamberlerinin Uygurca'da hemisi peygamber deyimiz. Ama Arapçada iki xil ifadə qo'llanılır. Birisi rusul, elçiler. Yani birisi enbiya, peygamberler. İki xil ölçəm var ama peygamberler babında. Bu ikisinin ortadaki farqni avval men sizlarga bir tushuntirdim. Rusul deganimiz, yani Rasul, biz Peygamber Aleyhisselam'da Resulullah deyimiz ya. Rasul deganimiz nima, kim o desa, Allah Subhanahu wa Taala yeni bir prinsip, yeni bir yol, yeni bir kitap bilen evetken peygamber Resul buludu. Musa Aleyhisselam'a okşaş, İsa Aleyhisselam'a okşaş, Muhammed Aleyhisselam'a okşaş. Bunların hepsi Resulullah. Resul. Hem de Nebi, peygamber diyen kim o? Yani Mevla'nın peygamber mi değil oldu, Nebi mi değil oldu, Resul mu değil oldu? Peygamber diyen kim o? Resul emes peygamber diyen kim o dese yeni kitap gelmeydi. Yeni kitap ekenmeydi. Yeni bir şeriat ekenmeydi. Yeni bir yol ekenmeydi. Fakat üzdün ilgiri kegen Resulullah'ınki yolunu güçlendirmektedir. Mesela Musa Aleyhisselam'dan ki nurgun peygamberler geldi. Kur'an'da bəzi tilg'alinmoqlik. Bularning başqalarını dinin yeni bir ahkamlarga chaqirish vazifasi yo'q. Allah tarafından akiladigan bir kitap yo'q, yeni bir yol yo'q. Ados bunun vazifesi nima desa, faqat kishilar ichida ilgirki payg'ambar apkagan shariatni, kitobni tatbiqlash namunasini ko'rsatdi, xalqqa ulgusini ko'rsatdi. Yani o'z hayotida ash kitobga amal qilib, shu dinga amal qilib, shu manhaj, shu yo'l bo'yicha mangadu vazifasi bu qadar. Payg'ambarning vazifasi bu. Rasulning vazifasi bayatın deganimizdek yangi kitob, yangi yo'l, yeni prinsipni ap kelib, shu yeni yo'l, yeni kitob, yeni prinsipni boshqalarni chaqirdi. Bu farqi bor. Buni tushunib bo'lgandan keyin Qur'ondagi payg'ambarlarni o'ltirdi degan yerga vaqtda rusul kalimasi emas, anbiya kalimasini qo'llanildi Qur'onda. Yani aqaman degan ikkinchi turli payg'ambarlarga qaratildi. Nima uchun desa, Allah Subhanahu wa Taala rusullarni, yani Resul elçilerini insanlar oturusdan tanlab, özünün yeni şeriatini insanlara yetkizmiş, şunu hayatta kaldırıp ketiş için tanlagan kişilerin öldürüp etişi yol kışı asla mümkün emas. Ama Nebi peygamberler çok. Bula peygamber ama bula yang akiladigan yeni bir yol yok, yeni manhaj yok. Fakat özünün ölgü peygamberinin epkegen şeriat, epkegen yolunu başkalar içinde tatbiqlab, özünün ameli hayatı bilen ülgülüp men şoğaçqa bula ölüp ketişi, yani başkalar tarafından öldürülüşü mümkün. Ama Resulullah'la, yani Allah'ın elçileri asla başkalar tarafından qana qılınmaydı, öldürülmeydi. Endi müşakega vaqtda kallamızga bir sual kelishi mumkin. Acaba nima uchun Rasulni o'ltirolmay bular Nabini o'ltirdi? Rasul yeni bir din, yeni bir kitap, yeni bir yo'l keldi. Payg'ambar yeni narsa kelmadi, shu jamiyatda bor bo'lgan dinni tatbiqlab boshqalarga ulgu ko'rsatib qo'yish uchun keldi. Asli kishilar o'ltirish to'g'ri gap qolsa bunda insonlar mantiqiy qisdiniz.
Taassubiyatlarga tufaylidan mao bizning dinimizni o'zgartirib o'tib qopti. Biz burundan tortib agishib kelgan shariatni mao o'zgartirib boshqa shariat akeldi deb ana o'ltirsul desa mantiqiy nuqtadan. Mao mushlar agishib mangayotgan yo'lning amaliy namuna ulgusini ko'rsatib bergan. Bulardan yangi bir narsa ekamigan, bulardan farqli bir narsa ekamigan bo'lgach, buni o'ltirmaslik kerak. Nima uchun nabiylar o'ltirdi bo'lsa? Bu yerdagi masala nima? Masala shuki. Jamiyatda, har bir jamiyatda, men qaysi jamiyatda bo'lsin, umumlashayotgan bir vaziyatdan paydo bo'ladi. U vaziyat asli bular ketayotgan dinning ta'limotiga uyg'un bo'lsin, uyg'un bo'lmasin. Dinning manfaatiga uyg'un bo'lsin, uyg'un bo'lmasin. Millatning manfaatiga uyg'un bo'lmasin, jamiyatdagi normal umumlashgan ahvoldan, mayli qanday soha bo'lsin, foydalanayotgan bir kishilar bo'ladi. Masalan, laqvaliq, taqvosizlik, dinning ahkomlarini tatbiqlamaslik, o'zini dindor da'vo qilib ustiga tushgan vazifani ado qilmaslik, millat da'vosi qilib ustiga tushgan vazifani ado qilmaslik, din millat haqida taqsirotlarni mas'uliyatsizlik qilish, masalan, mushlarning hammasi umumlashgan bir jamiyatda bor ahvol, jamiyat umumlashgan bir ahvol. Endi nabiylar kelib dinning asli talabi bo'yicha mang'udu, yana bir narsaga chaqirmaydi musulmonni. O'zi hayotiga tatbiqlaydi. Başqalarga dinning asli talabining nima ekanligini, dinning musulmonlar ustiga ortgan mas'uliyatining nima ekanligini amaliy harakat orqali ko'rsatib qo'ydi. Mana mishara kishilarning ko'zi dinning asli talabidagi amaliy bir ulguni ko'rdi. Alloh buyurgan bo'yicha mang'an bir holatni ko'rdi va shuni tushundiki, boshqalarning asli yo'ldan chatmaganligini, Allohning buyrug'ini ijro qilolmaganligini, dinning vazifasini ado qilolmaganligini, mas'uliyatsizlik qilayotganligini tushunib qoladi. Bu yerda bir qo'rqinish shakllanadiki, mao bizning abdi basharimizni och qilyotdi. Dal dushmanlik mushayni boshlandi. Dal hasad mushayni boshlandi. Adovat mushayni. Chunki ma'ning to'g'ri yo'l tutib menishi, mas'uliyatchanligi, masalan, dinning talab bo'yicha ish qilishi, Allohning ta'limotini hayotga uyg'unlashishi, shu da'voni qilayotgan, shu sohada peshqadam bo'lgan, boshqalar tomonidan shu sohaning ankatlari deb talablangan kishilarningki mas'uliyatsizligi, dinning talablarini ado qilmaganligi, din haqida, millat haqida taqsirotlarni o'tkazib olganligini o'rtaga chiqardi. Bu ahvol bularni beklayarib qoldi. Şu vaqtida masala oydinlashidir. Avam oldida, millat oldida, musulmonlar oldida, asli dinning talabi mao ekan, ma'ning qilg'ini mao necha vaqtdan beri boshqa qildim deb bizni aldatdi ekan, yoki shunda to'ng'i o'rni olib jamba qilib ekan, tijorat qilib ekan dinlar degandek masalalar o'rtaga chiqadi. Bu vaqtida shu mas'uliyatsizlarningki, shu din to'ng'i o'rni olganlarningki başqalarning ko'zidan tushishdan ilgari o'zining ko'zidan tushishga boshlaydi. Hatto o'zini selishtiradi. Ani bilan o'zini. Chunki o'zi ishning beshidagi din davosini qilayotgan yoki diniy olim bo'layotgan va yoki u yoki bu ish qilib shu jamiyatda yuqori bir o'rinda turib, dinning eng yuqori saviyasini boshqalarga ifodalayotgan bir o'rni o'zining iddiasida, boshqalarning iddiasi boshqalarning ko'zida emas, avval o'zining iddiasida tushishga boshlaydi. O'zida bir xil hazimat his qilishga boshlaydi. Men qilamabdim boshlan. Ana qarabligimda masala avval o'zini qo'rqishga boshlaydi. Mao endi ishni olib ketaman. Chunki u haqiqiy dinning asli qiyofatini o'tirib qo'yadi. No'g'ankin tabiiyki u dinning asli talabi, dinning asli holatini o'rtaga chiqargan bo'lgandan keyin diniy o'rnining yuksalishi, boshqalarning diniy jihati shuning agishishi to'g'anlangan. Bu buning qo'rquvini paydo qiladi-da. Şunu olan dastlabki ishni nereden boshlaydi? Masxiradan boshlaydi. Ko'zga ilmaydi, haqoratlaydi. Bu ahvol Qur'oni Karimda sura Mutaffifinning 33-oyatida manda tasvirlanadi. Innallazina ajramu kanu minallazina amanu yadhakun. 29-oyatda
Jinoyatchi kishilar mu'minlardan kulishidi. İşmişat başlanadi. Dinning asl talabini tutanmagan, gar shunda to'nga o'rnib olgan bo'lsa-mu. Kishilar dinning asl talabini ching tutgan taqvodor kishilarni masxir qilishdan boshlaydi. Oyatning oxirisi va iza marru bihim yataghamasun. Qishni o'ssa ko'z qisishdi degani o'zaro ularni masxir qiladi. Va iza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ular xato ish qilyapti. Ozg'ullar deb o'zaro bir-biridan shu gaplarni deyishib, ko'ngilni xush qiladi. Chunki dinning haqiqiy mas'uliyatini, dinning asli qiyomatini o'rtaga chiqayotgan kishilar bularni bearam qiladi. Allah bunday kishilarga nisbatan o'z javob berdiki, "Va ma ursilu alayhim hafizin." Ularga muhofizatchi qilib, ularning ishini tekshiradigan mufattish qilib avatilmadiki o insonlar. Allah bularga rad qaytaryapti. Ve bularning bu xil qiliqining jazosini qiyomat kunisi birdiganligini shu oyatning oxirida deb "Falyawmallazina amanu minal kuffari yadhakun." Qiyomat kunisi mu'minlar ashta qilgan kuffarlar mu'minlar kuludi deyapti. Bularning jazosi bu. Qiyomat kuni ko'radi ular. Demak, jamiyatda Allah'ның alametlerini, delil paketlerini görüp durup, ortak noktaya ega bo'lib turib, Allah'ni taraf qilib turib, bu yo'lga mangmaganlar. Din to'niga o'rin olib, dinning asli talabini o'rtaga chiqarmaganlar. Ishning beshida turib, o'zining mas'uliyatini ado qilmaganlar, jazosini dunyodagi o'zining ruhiy mag'lubiyat tushkunlikdan boshlab tortadi. Qiyomatda onun cezası var ki ama desatmış başlap tatıdı endi. Anıgın ayetki qaytaylı. Ayette peygamberlerini öldürgen kişiler hakkında haksız, nahaq, gayri haq degan bir ibara var. Bu ibara peygamberlerini haq yoldan öldürüldüğün bir haletini ifadelemaydi. Fakat şu vaktdeki reallıqni bizga tasvirlab, ularning quvvatligini haqsiz, nahaqlik, adolatsizlik deganni tasvirlab turdi. Boshqa alohida ahvol yo'q. Undan boshqa bu ahvol ayette peygamberlerge kelgenden başka, peygamberlerin üstüge kelgenden başka kişiler işideki adaletke buyuruydu. Ben şu davamlıq ayetini yaxşı düşündürüp atqan vaqtda peygamberden başka kişilerini misalga qısırıp ötdüm. Çünkü ayetin ahırda ve yaqtulunellezine ya'muruna bil qisti minan nas. Kişiler işideki adaletke buyuruyduğun kişilerini mi öldürdü degan ibara var kendi. Yani bu ahvalga, bunda ahvalga, bu dinda haqiqiy dinning talab bo'yicha o'rtaga chiqqan, mas'uliyat ado qilgan har bir kishi uchraydi. Bular payg'ambarlar o'ldirilgan vaqtda tabiiyki payg'ambarlar atrofida payg'ambarlarning yo'liga ergashgan kishilar, bir to'p kishilar bo'ldi. Payg'ambarning o'ldirilishi bularni bearam qilmay qolmaydi. Bular bunga nisbatan azroq harakat qiladi. Qudrat yetgancha tusudi, qo'li orqali, til orqali degandek. Bunda qandan keyin bular mush payg'ambar duch kelgan ahvolga bulunmu duch keladiki, bulunmu o'ldirdi bu insonlar. Endi payg'ambar alayhisolamga nisbatan bizning payg'ambarimiz nabiylar emas, rasul. Rasulullahning bu ahvolini Qur'onda bu shaklda bayon qilingan bo'lsa, ya'ni Rasulullahning davrida Rasulullohga har xil suiqasdlar bilan o'ldiramiz deb urinishlari bularningki ahmoqonacha ishlari, bularning dodliklari. Asli bu nuqtani tushunish kerak. Dinning bu prinsipini dinga kirmasimi, iymon etmasimi, bu qarshi tarafni o'zini tushunish kerak inson aslida. Rasulullahning sharoitiga qarmoqliq. Payg'ambar payg'ambarlar emas, bayatda deganimizdek. Payg'ambar ham rasul, ham payg'ambar. O'zining amaliy hayoti bilan kishilarga dinning tatbiqotini ko'rsatish vazifasidan boshqa rasullarda yangi bir kitob, Qur'on, yangi bir ahkom, shariat, manhajlarni olib kelgan bir payg'ambar. Agar payg'ambarlarni o'ldirgidek imkoniyati bo'lsa, Alloh burun o'ldirib bo'ladi, lekin qilolmadi. Chunki oyatning oxirisida manda bir biz boshqa oyatlarni ko'ramiz emasmi? Oyatlarda ko'p hollarda payg'ambarlarni o'ldirish haqida so'zlagan vaqtida bir qaytni gap qo'yaqliq, men qablu bundan ilgari sizlar payg'ambarlarni o'ldirdinglar degan ifoda ular shunda bir ifodani beradiki, endi unda qilolmaysiz. Tugudi ish. Sizlarni unda xalagancha ko'nglingizni yoqmagan ahvolda payg'ambarni o'ldirdilarsizlar, bundan keyin tugidi
deydigan bir ishoratni beradi emasmi? Bu noktadan bilasizlar o'ylanib chiqish kerak. Onun üstüge Surah Maide'nin 67. ayetinde Allah Subhanahu wa Ta'ala Resulullah'ını hatırcam kıldı. Kapaletini bir dedi ki: "Ya eyyuhar Resul, bellig ma unzile ileyk." Ey peygamber, sondaki vazifeni yetkiz. Düşürülgen vazifeni yetkiz min Rabbik. Ve illem tef'al fema bellagta risalete. Qımsan, eğer onda qımsan vazifeni ata qılanmagan bulursa Allah sana bergen. Depolup ahiriste vallahu ya'simuke minen nas. Allah seni kişilerden qoğdaydı. Allah seni kişilerden qoğdu. Bu bir kapalet. Bu yeterlilikmiş kapalet. Yani Peygamber Aleyhisselam vazifeni üstüge ehlilik Allah tarafından onu ada kıldı. Allah tarafından özünün düşmanlarından qoğdaldı Resulullah. Peygamberlerini öldürgen öz vaxtida. Tarix oğaçqa müminlerin kalısı bir ensiraş var. Peygamber Aleyhisselam'ımız ayetip kalamdı. Allah müminlerini qana qıldı. Xatırcam qıldı ki, bayatdan qayatda Resulullah'ını qoğdaydı Allah'a kafalat verse, men az ilgiri tilga algan Sura Baqara'nın 91. ayetinde başka ayetildin mi? Qul felime taqtuluna enbiya Allah min qablu. Sizler ilgiri peygamberlerini öldürettiğini neymiş qoltayatdığını ilgiri degan ibarani o'qish orqali ilgari degan bir qaydni o'qish orqali mu'minlarga xatir. Bundan keyin unda ish yo'q. Unda xalqan payg'ambarni o'ldirdi qashi bundan ilgirki ahvol. Vallohu ya'simuka minan nas bayatdan qayatda Allah seni kishilarni qo'g'daydi. Bularning hammasi Rasulullohga va mu'minlarga berilgan bir kapolat. Ya'ni qo'g'dash kapolati. Emret Resulullah'ın hayatında nurgun qatim bular Resulullah'ni öldürüş için meyli Mekke'de olsun, Medine'de olsun uğrunup baktı. Öyünün etrafını koruşup baktı. Can vakitlarda, yalğız tapqa yerlerde Resulullah'ı tehdit baktı. Tamaklarına zehir sep baktı. Bularning hammasi ahirda mag'lubiyat bilan qana qildi, og'irlashdi. Endi oyatda Allah'ın ayetlerini tanıgan, peygamberlerini öldürgen, yaxşılık qilib buyuradigan kishilarni öldürgen kishilarga qattiq azob bilan xo'sh bishorat bergan degan bu xitob Qur'onda Peygamber Aleyhisselam bilan zamondosh yashagan Banu Isroilninki avlodlariga qarata qaratilgan xitob deyilgan taqdirda bu jinoyat bundan ilgari yuz bergan jinoyat payg'ambarni o'ldiradigan, adolatga buyurgan kishini o'ldiradigan kishilarning gapi bundan ilgari yuz bergan ahvol Rasulullohning davridagi kishilar bunda qilmoqliq. Rasulullohning bir asrdosh yashagan Yahudilar yoki boshqa ahli kitoblar payg'ambarlarni o'ldirmaklik, ota-onalarni o'ldiriblik ularningki. Boshqalarni o'ldirmaklik. Unda bu yerdagi xitob kimga qaratilgan? Deydigan bir savol tushib qolsa, bu savolga qarata deymiz. Bularning ota-onalari ashta qildi, ajdodlari ashta qildi, payg'ambarlarni haqsiz ravishda o'ldirdi, payg'ambarning ergashuvchilarini o'ldirdi. Hatto rivoyatlarda bir vaqtda 43 payg'ambarni o'tirib o'tgan deydi. Ergashuvchilardan 170 kishini qanaqa o'tirib o'tgan deydi. Qarshi chiqqanlik uchun. Bu ahvollarni Ibn Kasir rahimahullah o'zining tafsirul Qur'on azimda tilga olgan bo'ldi. Boshqa Qur'onda jiq tilg'anlar Banu Isroilning payg'ambarlarini haqsiz, nahaq o'ldirib haqida va yaqtuluna nabi mushakilda. Endi Peygamber Aleyhisselam'ın zamanısı bunda qilmoqliq. Bu nima desa, mushakilga vaqtda Rasululloh bilan zamondosh yashagan kishilarga nisbatan bir askartish. Ya ota-onangning ajdodlarining qilgan ishini to'g'ri deb o'ylaysa, shuni qo'llaysa, shuni yo'lda mangsa, sen shularning qatoridan. Ya sen ulardan adojuda bo'lsa, ularning qilgan xatoligini inkor qilsa, sen ulardan farqli muomala qilinsa degandek bir askar tushisidan shunga xitob Rasululloh bilan zamondosh yashagan ahli kitob va shunga o'xshagan kishilarga qaratilyapti, garchi ular o'tamagan bo'lsa-mu. Yani bularni oshlarning yo'lida mangsa yoki ayrim yo'l tutib mangsa, ularning o'tkazgan xatoligini e'tirof qilamsa yoki ular o'tkazgan xatoligini inkor qilamsa, mushu masalada bularni bir o'ringa qo'yadi. Ya'ni sen qanday qilasan? Tanla.
Agar ular tarafda tursang, jazoing o'xshash. Agar boshqa farqli yo'l tutsang, u vaqtda sening mukofoting yoki sening oladigan jazoing qanday bo'ladi, farqli bo'ladi degandek bir nuqta. Hamda oyatdagi bir qo'llangan bir uslub bor qarindoshlar. Oyatda qattiq azob bilan ogohlantirish, asli maqsad ogohlantirish, ammo qo'llangan ifoda buni xo'sh xabarga qo'llangan ifoda qo'llandi. Xo'sh xabarga qo'llangan tabashshirhum bisharat. Uyg'urshdimi bor bisharat, bisharat bo'ldi, xo'sh xabar birovga masalan erishgan katta bir huzurlanadigan bir gapni yetkazishda ishlatiladigan bir ifoda qo'llandi. Bu nima desa, ularga nisbatan bir masxira ifodasi. Ularga nisbatan bir masxira ifodasi. Qur'oni Karimda bu xil ifodalar ko'p. Masalan, Sura Kahfning 29-oyatida do'zax ahlining qattiq ussab o'ziga sharob talab qilgan vaqtida bularga sharob beriladiganligi aytildi. Endi sharob berilgandan keyin bir xil bular qattiq chanqidi, ussidi, bulanmadi. Sharob talab qildi, suv talab qilindi. Bularni suv orqali azroq bir azobdan yengilnami, ussigan chanqashlar biz qolmi deb tursa, tamam sizlarga suv beriladi. Suvdan sug'urilisizlar deb bo'lib keyindilar kal muhli yashviluju. Yani qaynoq suv. Bularning şeylerini par-par qiladigan. O istisa ularga huzur emas, azob beriladigan bir shakldagi suv degandek bir xil masxara ifodasi qo'lnuqliq. Masxara ifodasi qo'lnuqliq. Bu yerda qo'llanganimiz shu. Bu yerda qo'llangani shu. Bularga nisbatan asli xo'sh bisharatda ishlatiladigan, xo'sh bisharat ishlatiladigan ifodani bularga qattiq ogohlantirish babida qo'llanishi, xudo odatda biz turmush o'zaro gap so'zlarimizda birovga gapning beshini boshqacha bir shaklda deb ayqib olganda aksini ifodalaydigan ba'zi jumlalarni qo'llanamiz. Shunga o'xshagan bir ifoda. Masxara bularga nisbatan masxara ifodasi. Masxara ifodasi. Ondan keyin oyatdagi azob so'ziga qarasak, azob og'riqning ifodasini ko'rsatdi. Ondan keyin inson bizning tushunchamiz bo'yicha og'riq, azoblar shu inson his, tuyg'u, sizimi barchaqchi bo'ladi. Masalan, bir odam qattiq azoblandi, o'lgacha azoblanadi. Jon chiqdimi, azob tugaydi. Ma'lum bir a'zoning azoblanishi shu a'zoning jini bor muddat azoblanadi, undan keyin tugaydi. Ammo oyatda azob deb bo'lib alim, bunda aloqa mushabbah deymiz arab tilidagi qoida bo'yicha uzluksiz davomlashadiganligini, qattiqlikni ifodalaydigan bir ifoda qo'llanadi. Qattiq, dardlik degan ma'no ifoda. Bu nima desa, sura Nisoning 57-oyatdagi azobning qanday shaklda davom qiladiganini tasvirlangan bir ahvol bor. Ya'ni bularni dovzaqqa sulsa yoki bularni o'tda ko'yda esa dovzaqda ko'p tugislam azob tugaydigan ishmi bizning dunyo tasavvurimiz bo'yicha? Yo'q. Ana o'zi qattiq dardlik azob degan qanday azob bo'ladi desa, sura Nisoning 56-oyatda mana tasvirlaydi bu azobni, qattiq azobni. Innallazina kafaru bi ayatina, bizning dalil faktlarimizga inkor qilgan kishilar bo'lib, savfa muslihim nara. Buni biz dovzaxga kirgizamiz, o'tga kirgizamiz. Ot buni ko'ydirib jini chiqiblam ish tugamdi. Yo'q, kullama nadijat juluduhum, buni tirisi shunda kuyab bo'lsa. Ya'ni bu azobni sezmas holda kelsa, baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab. Bularning boshqa yangi tirini bularga almashtiramiz. Bular davom azobdir. Bu xil shakldagi azob. Alim, azab alimdagi dardlik azob bu xil shakl. Ya'ni tugumas azob. Qiyomatda o'lim deydigan narsa bo'lmaydi. Rahat ko'rganlar shu o'limsiz rahat ko'radi. Azob tatqanlar o'limsiz azob tatadi. Qiyomatning prinsipi biz yashayotgan dunyo prinsipiga o'xshamaydi. Shuna azoblanib, undan keyin qutuladigan ish yo'q, azoblanib tugaydigan ish yo'q. Azob tatsangmi mangulik, rahat ko'rsangmi mangulik. Bu nuqtani esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Ham undan keyingi oyatda mushxil shakldagi kishilarning hayot dunyodagi ahvolini tasvirlab Alloh subhanahu va taolo nima deydi? 22-oyatda ulaikallazina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasqin. Bunday kishilarningki qilgan ishlari dunyo oxiratda hammasi bekorchi. Ularga hech yordam berguchi bo'lmaydi. Ya'ni bular Allohning oyatlarini inkor qildi. Payg'ambarlarni va payg'ambarga ergashgan yaxshilikqa buyuradigan kishilarni bular o'ltadi. Bular qattiq azob bor. Endi dunyoda bunday odamning qilgan ishlarining hammasi hisob emas. Odatda normalda
Mana biz savollarga duch kelamiz. Palani, pukuni, ya'ni dinsiz, kafirdan birisi insonlar uchun buyuk yaxshilik qiladi. Isil insonlar foydalanadigan narsalarni ijod qiladi. Va shunga o'xshagan ishlarni qiladi-da. Ba'zi kishilar oldimizga shu adamni misol qilib kelib, amsa palani insonlarga ajoyib tuhfa qo'shdi. Uning ijod qilgan narsadan manda foydalandi insonlar. Shuni do'zax kiramda deydigan bir mantiq bilan savol qo'yganmiz. Biz bularga deymizki, qarindoshlar. Normal mantiqida, inson mantiqida, inson qilgan ishini nima deb qilsa, shuningga erishishi bu mantiqaga uyg'un. Men birov uchun bir xizmatni qilgan bo'lsam, qilgan xizmatimni nima uchun qilgan shunga erishaman. Pul tepish uchun bir tijorat kasb qildim, pulga erishaman. Va boshqasi har qanday ish qiluvchi qilgan vaqtda nima uchun qilgan bo'lsa, shuningga erishishi bir mantiqa, aqalli bir mantiqa. Endi bir odam hayotda bir ishni pul tepish uchun qildi. Tam pul topdi. Yuz tepish uchun qildi, yuz topdi. Shuhrat tepish uchun qildi, shuhrat topdi. O'zi xohlamagan natijadan birini uningga tengib, uningga apirish bu nereden kelgan gap? O hayotda shu ishni qilayotgan vaqtda qiyomat kunisi Alloh menga mushning ajr berib jannat kirgizadi degan narsa qilsa bir talmay yo'quniki. Yo'q narsani apirib nima qilmoqchi? O o'ylamagan savobni uningga berib nima qilmoqchi? O xohlamagan o savobni. O asla qilsa shu yaxshini qilayotgan vaqtda Alloh degan o'qim yo'q, savob degan o'qim yo'q, jannat degan o'qim yo'q. Yo'q, ko'zlamagan asla. O'ylamagan narsani uningga bermoqchi bo'lganlarga nima deymiz? Islomda eng buyuk ish qilganlarning shu nimani ko'zlab qilgan bo'lsa, shuning erishadiganligini tasvirlab payg'ambar alayhisalom bunda 3 kishini tasvirlaydi bir hadisda. Qiyomat kunisi eng burun hukm chiqariladigan 3 turli odam. Buning birisi urush qilib shahid bo'lgan. Buni maydonga keltirilib, Alloh bergan ne'matlarni buningga eslatib, endi sen nima ish qilding hayotingda desa, bu shu vaqtda men o'zimda urush qildim, jihad qildim, shahid bo'ldim. Buni deydi-ki, yolg'onchi. Yolg'on aytdi. Sen urushni qahramon bo'lish istiqi bilan qilgan. Boshqalar qahramon desin deb qilgan. Mushuni niyat qilib qilgan bo'lg'achqa sen buningga erishib bo'lding, qaxsini qahramon deb bo'ldi. Sen ko'zlamagan natijaga erishamaysan. Buyuruydu, so'ralgan paytda uzoqqa tashladi. Bu ikkinchisi bir qori, ahli ilmi yoki diniy o'rgatgan odam. Buni shu yuqoridagidek savol so'roq bo'ladi. Bu shu o'zininki Alloh yo'lida ish qilganligini shu vaqtda, lekin buni bildigan javobni yolg'on aytdi. Sen shu vaqt kishining hammani voy qori ekan desin, olim ekan desin deb qilding, qilgan natijangga erishding, tamom ishing tugadi. Do'zaxga so'rilib tashlandi. Uchinchisi iqtisod birilgan, iqtisodlik kishi yaxshilik yo'lida sarf qilgan. Bu shu o'zining Alloh yo'lida sarf qilganligini tilgan edi. Bunga ayni javob beriladi-ki, bu o'zining ko'zlagan bu Allohning adolati qarindoshlar. Alloh adilki, inson nimani rad qilsa shuni beradi. Bir odam pulni ko'zlab ish qildi, tamom pul beradi unga. Ammo ko'zlamagan natijaga erishishni ham qilsin. Nom shuhratni maqsad qilib ish qildi, qanday ishida nom shuhrat beradi, kishilarning eg'izga chiqadi, maqtiladi, tilga elinadi, tamom o'zining istagiga erishdi. Ammo o'ylamaganga erishman deb ham qilsin. Bir odam Allohni deb, jannatni deb, savobni deb qildi, buni beradi. Shunga biz bu xil shakldagi kelgan savollarga deymizki, Allohning adolati shuki, shu sen tilga ilayotgan insoniyat uchun zo'r tuhfadan qo'shgan shu kishilar nimani istab qilgan bo'lsa, shuni qilishdi. Bu eng adolat. İstamagan narsani berish majburiyatimiz yo'q. Hatto bizni uni da'vo qilish majburiyatimiz yo'q. Bu xil shaklda tushunishimiz kerak. Bu bir prinsip. Shunga Sura Shuroning 20-oyatida Alloh nima deydi? Man kana yuridu harasal akhirah. Harasal akhirah. Oxiratni istagan odamga nazid lahu fi harfi. Uning erishdig'ini ziyod qilib beramiz. Va man kana yuridu harsad dunya nu'tihi. Dunyoni istagan odamga bu birimiz. Bu adolat qaranglar. Inson nimani istasa, nimani xohlasa, shunga yetadi. Nu'tihi minha va ma lahu fil akhirati min khalaq. Min nasib.
Dünyani istigan odam dunyoni bilamiz, ammo oxiratni bilasi yo'q. Chunki u istimidi. Istisi bo'ladi. İrada qilsa bo'ladi. Shunga har odam o'zining irodasiga qarab bo'ladi. Shunga bunday kishilarningki qilgan ishlarini oxirat bobiga olgan vaqtda bek cho'ng ko'rmanglar. U ish xuddi yiroqdan ko'ringan sarabga o'xshaydi. Yoz kunlari yiroq qarsak, suvda ko'rinadi, qish qilsak yo'qolib ketadi. Bu ishlar qiyomatga bo'lganda shunga bilan o'xshaydi. Sura Nur'ninki 39-oyatida "Vallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu zam'anu ma'an." Bu xil shakldagi odamlarningki, bu xil kuparlarningki qilgan ishlari shu yoqdan qaragan odamga suv ko'rinadigan issiqdagi bir ahvolga o'xshaydi, sarabga o'xshaydi. Uni kelsang, hech nima topolmaysan. Vajadallohu indahu, uni baqa vaqti Allohni topadi. Tawaffahu hisab, Allah onun hesabını to'liq qildi. Bu Allohning adolati. İnson qilgan har ishining o'zi istagan mukofotini, o'zi istagan natijasini to'liq oladi. Ammo istamaganini berilmaydi. Shu boshqa oyat shunda dediki, bu xil shakldagi kishilarningki qilgan dunyodagi ishlari har qancha bo'lib ketsin, oxiratda hammasi bekor. Natijasi yo'q. Ularning yordam berguchi olmaydi. Ular oxirgi natijada, dunyo oxirat ikki natijada mag'lub bo'ladi. Allohning dini tarixdan buyon ko'rib o'tdik. Soni oz bo'lsin va imkoniyati oz bo'lsin, cho'qim mutlaqo g'alaba qiladi. Masala asli musulmonlarning tayyorlik, ideya jihatdagi hozirlik masalasi. Madam musulmonlar bir ishga ideya jihatdan hozirlansa, soni qanchalik oz bo'lsin, tayyorlik imkoniyati qanchalik oz bo'lsin, büyük düşmanlar üstüne g'alaba qiladi. Meni san jihatda büyük olsun, meni imkoniyat büyük olsun. Bu mutlaq Allohning qonuniyati. Allah bu g'oyada hech qanday odam oldimizda urib turolmaydi. Bugungi darsimiz mushaqacha. Bo'ladi qarindoshlar, inshaalloh darsimiz Allohning fazli marhamati bilan kelasi soat davom qiladi. Hammanglarni Allohga omonat qildim. Va oxiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin.